Dembele qancha gol urmasin, qancha sovrin yutmasin, ammo oltin to'pni ola olmaydi. Bu yilgi oltin to'pga kim haqliligini hozir ko'rib chiqamiz. Bu borada 5 ta futbolchi raqobatda: Muhammad Salah, Kylian Mbappe, Rafinha, Lamine Yamal va Usmon Dembele. Keling ularni bu mavsumdagi natija va sovrinlari bilan tanishib chiqamiz. Unda men boshladim. Muhammad Salahda Premier Liga Chempionligi, APL To'plar Ligi va APLning mavsum o'yinchisi sovrini bor. Misrlik Wenger bu mavsum 57 ta o'yinda 37 ta gol va 24 ta assist qayd etgan. Kylian Mbappe'da oltin butsa, La Liganing oltin butsasi va La Ligada yil o'yinchisi sovrini bor. Striker bu mavsumda 60 ta o'yinda 43 ta gol va 5 ta assist qayd etdi. Rafinha'da La Liga Chempionligi, Copa del Rey, Ispaniya Kubogi va Chempionlar Ligasi To'plar Ligi bor. Futbolchi bu mavsumda 63 ta o'yinda 38 ta gol va 26 ta assistni qayd etdi. Lamine Yamalda ham La Liga Chempionligi, Copa del Rey va Ispaniya Kubogi bor. Lamine bu mavsumda 60 ta o'yinda 19 ta gol va 26 ta assistni qayd etdi. Va ro'yxatimizdagi so'nggi futbolchi juda ko'pchilik tomonidan hozirgi paytda oltin to'p uchun asosiy da'vogar sifatida qaralayotgan Usmon Dembele. Liga 1 Chempionligi, Fransiya Superkubogi, Fransiya Kubogi, Chempionlar Ligasi g'olibligi, Liga 1 To'plar Ligi va Chempionlar Ligasining mavsum o'yinchisi bor. Xo'sh do'stlar, sizningcha bu 5 likdan qay biri oltin to'pga loyiqroq? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.